Bolasini urayotgan onalar. Qachon bolalarini onalar uradi? Bolalar aytganini qilmaganligi uchun. Ularni eshitmaganligi uchun. Nimaga? Chunki onalarimizni o'zlarini eshitishni bilmaydi. Chunki onalarimizni o'zlarini aytganini qilishmaydi. Ana shu uchun bolalarini onalar uradi, urishadi. Bunaqa onalar bolasini energiyasini so'ruvchi zombi onalar desa ham bo'ladi. Chunki onani o'zida energiya yo'q, quvvat yo'q, bilim, ilm yo'q. Shuni evazidan kelib chiqib, bolalarini urishadi, baqirishadi. Nimagaki bolalar aytganini qilishmaganligi uchun. Ya'ni eshitishmaganligi uchun. Shu vaqtda onalar nima qilish kerak bo'ladi? Onalarda quvvat kamligi uchun, o'zlariga energiya yetishmayotganligi uchun, bolalikdagi programmalar ko'tarilgani uchun, o'zini qabul qilishni bilmagani uchun, ana o'sha vaqtda onalarda ko'tarilish bo'ladi. Bolalik vaqtidagi bloklar, o'sha vaqtda bolalar tarbiyasi vaqtida o'zi onalarda shunaqa krizis davri bo'ladi. 26 yoshdan boshlab 35 yoshgacha krizis davri hisoblanadi. Ayollar va shu hamma inson uchun o'tish davri bo'ladi. Qaysidir bir darajadan, qaysidir bir etapdan bir etapga o'tish vaqti hisoblanadi. Rivojlanish. Chunki dunyo evolyutsiyadan tashkil topgan. Dunyoga rivojlanish kerak. Atrofga qarasalaringiz ham daraxt yil sayin o'sadi, tanasi kengayadi, evolyutsiyaga xizmat qiladi. O't-o'lan, hamma narsa dunyodagi, yerimizdagi hamma narsa evolyutsiyaga xizmat qiladi. Shu bilan qatorda biz ham tirik mavjudot, shular qatoridagi tirik mavjudot hisoblanamiz. Biz ham evolyutsiyaga xizmat qilamiz. Shuning uchun ko'plar anglashmaydi. Men ham rivojlanishim kerak, men ham o'sishim kerak degan narsani xayolga keltirishmaydi. Shuni evaziga bolalikda qanday o'sgan bo'lsa, qanday o'rnak olgan bo'lsa oilada, atrofdagilardan shu o'rnakni bolalariga, oilasida, farzandlariga o'rnak bo'ladi. Lekin o'ylashmaydi, men ham rivojlanishim kerakdir, men ham o'sishim kerakdir. O'sha bolalarga men olgan tarbiya hozir to'g'ri kelmaydi, rivojlanish kerak, boshqacha tarbiya berishim kerakdir, bularga boshqacha o'rnak bo'lishim kerakdir degan narsani anglashmaydi. Shuning uchun ko'p onalar mana shu farzand 4-5 yoshga kirgan vaqtdan boshlab o'sha bola o'zi, onani o'zi bola, onalarimizni o'zi bolalarini qabul qila olmaydi. Nimaga? Chunki ularni o'zi bola pozitsiyasida qotib qolgan. Endi u inson o'zi aslida biz har birimiz inson. Men insoniyati shaxsiyatiga yoki ruhiyatiga tegishli gapirayotganim yo'q. Men miyamiz, ongimizdagi qotib qolgan qarashlar haqida gapiryapman. Prosta bizda ongimizda bolalik pozitsiyasida shakllangan dunyo qarashlarimiz, har bir odatlarimiz qotib qolgan. Buni biz rivojlantirmaganmiz yoki rivojlantirishimiz kerak, o'zgartirishimiz kerak degan narsa xayolda yo'q. Mana shuni oqibatida o'sha qarash, o'sha 12-14 yoshga qolib ketgan qarash, kimnikidir 6-7 yoshga qolib ketgan qarashlar hozir o'sha bola
tarbiyalayotgan vaqti уже yetmaydi. U qarash bola bilan bola to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun onalarimizga maslahatim rivojlanish kerak, o'sish kerak. Chunki dunyoga rivojlanuvchilar kerak. Dunyomiz insoniyatni energiyasidan quvvat olib, bizni quvvatimiz atrofdagi jamiki tirik mavjudotlar orqali shular bizdan chiqayotgan energiyamiz evaziga bizning dunyomiz, yer sharimiz harakatda. Shuning evaziga biz ham har doim harakatda bo'lishimiz kerak. Rivojlanish kerak, o'sish kerak. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, meni yetkazmoqchi bo'lganim, bolalarga o'tkazayotgan programmamiz hozirgi avlodga to'g'ri kelmaydi. Chunki ular будущий avlod, ularni pokoleniyasiga, ularni zamonasiga bizlar qarash o'tmaydi. Bizlardagi programmalar ular qabul qila olmaydi. Agar o'ylashi mumkin, men shunday katta bo'ldim, bular ham katta bo'ladi, o'lmaydi. Afsuski adashadi. Mana shu o'zlaridagi mana shu qattiqqo'llik deydimi? Shu qattiqqo'llik qarashini tarbiya deyishadi. Shuni o'tkazaman deb ko'p bolalarda, biz O'zbekistondagi ko'p farzandlarda ruhiyatlari sinib o'lib qolyapti. Ular budishida qo'rqoq, o'ziga ishonchi past, qat'iyatsiz, jasoratsiz, o'ziga olamga ishonmagan, o'ziga ishonmagan mana shunaqa farzandlar yetishtiryapti. Bilmaydiki, ota-onalarimiz bilmaydiki, mana shu narsani o'tkazish orqali, to'g'ri bu ongsiz ravishda bo'ladigan jarayonlar, mana shu narsani o'tkazish orqali ota-onalar farzandlardagi ruhiyatni sindirish orqali ertaga farzandlar o'zlarini qilmoqchi bo'lgan ishlarini yoki o'zidagi salohiyatlarini yoki hayotga bo'lgan ishtiyoqini sindirib qo'yishadi ota-onalar. O'shaning uchun ota-onalar ko'p, ayniqsa ayol kishi, chunki ayol kishi uyda antena hisoblanadi, ya'ni o'tkazuvchi, quvvat o'tkazuvchi hisoblanadi. Bolalar 12 yoshgacha onani energetik poliyasida bo'ladi. Bolalar to'g'ridan to'g'ri onalar orqali hamma narsani qabul qiladi. O'g'il bola, qiz bola. Farzandlar kiribsa bobosini ham onasi orqali taniydi, ayasi orqali, onasini ham ayasi orqali taniydi, dadasini ham onasi orqali taniydi, ayasi orqali. Hamma butun olamni farzandlar через onalar orqali qabul qiladi. Shuning uchun onalarimizga ozroq ehtiyotkorlik bo'linglar, ozroq diqqatli bo'linglar. Farzandlarga nimani berib qo'yapsizlar, nimani o'tkazib qo'yapsizlar. Ertaga keyin kelajakda sal katta bo'lgandan keyin bir ish qila olmasa, undan noliysizlar yoki bir o'qiy olmasa, undan noliysizlar. Chunki farzandga talab ko'p qo'yishyoradi ota-onalar. Aynan mana shu talablar, aynan mana shu bolaga bo'lgan talab bolani, farzandni sindiradi. Asosan talablar. Chunki bu talab onani o'zida bor. Chunki onalarimiz o'ziga oldiga qo'ygan talablari juda ham ko'p. Endi talab asosida yashayotgan onalar, bolalar xuddi shunday bo'ladi. Bolalardan talab qiladi. Yaxshi o'qishi, yaxshi yurishi, o'zini yaxshi tutishi,
o'zini yaxshi ko'rsatishi atrof olamga. Go'yoki agar farzandi noto'g'ri gapirib yoki o'zini noto'g'ri tutsa, go'yoki ona o'ylaydi, mani ko'rsatib berdi yoki mani sha'nimga dog' tushadi deb o'ylaydi. Lekin aslida anglamaydi. O'ziga bo'lgan munosabati shunaqaligini. Aslida onalarimizni munosabati o'ziga shunaqa. Odamlarni oldida odamlar uchun qiladi, o'zini uchun emas. Odamlarni eshitadi, o'zini emas. Atrofdagilardan kelib chiqib harakat qiladi, o'zidan kelib chiqib emas. Mustaqil qaror qilish yo'q onalarimizda. O'shaning uchun farzandlardan ko'p talablar qiladi, chunki o'zida talabi katta.